Andijon shaharida ko'pchilik skuter zapchaslarini topishga qiynaladi. 4,5 ga 12 lik ekan. Bu shu muraveylarga tushadigan. Ko'rsating-da mashina. Qaranglar. Sifatini ko'ryapsiz. 70 ming so'mdan boshlab 750 ming so'mgacha bu joyda kaskalar assortimenti bor. Aynan Kanadadagi narxi $1900 sotuvga qo'yilgan. Shunaqangi tentlari ham bor. Narxi bo'lishi $1000. Hali juda ham ko'pchilik biladi benzinli tank skuterini balonlari bu narsa. Joyda tovarlarni xohlasanglar Optimga, xohlasanglar Donalikka sotib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Hozir sizlarga Velozon magazinida nima zapchastlar bor, nima tovarlar sizlarga yetkazib bera oladi, hammasini bir chekkadan narxlari bilan ko'rib chiqamiz. Undan oldin profilimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Shunaqangi qiziqarli videolarni biz albatta joylab boramiz. Kimgadir agar zapchastlar, skuterlar narxi qiziq bo'lsa, tepadagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videoni boshlashdan oldin manzilimizni bitta tushuntirib qo'yaman. Andijon shahar Boburshoh ko'chada, ya'ni sobiq HBK fabrikasining to'g'risida bizning do'kon joylashgan. Kelib, o'zingizlarga kerakli narsalarni xarid qilsanglar bo'ladi. Agar rasta bo'lmagan joyga biz sizlarga dostavka qilib chiqarib yuboramiz. Mana shu ko'chada turgan skuterlarning narxidan, ma'lumotlaridan videomizni boshlaymiz. Aynan shu skuterimiz narxi $730. 200 kilogacha orqasida yuk ko'taradi. Bu tritsiklimizni yonlari to'siladi. Shunaqangi tentlari ham bor. Narxi bo'lishi $1000. Bunisi ham $1000, bunisini bo'lish narxi $900, ixchamroq bo'lgan varianti. Bu tomonda skuterlarimizga o'tamiz. Juda ham hamma yaxshi taniydigan Yadea brendining skuterlari hisoblanadi. Bular Cooljoy degan modeli, narxi $450. Bitta mana shu Cooljoy skuterining sevatini ko'rsatib qo'y, yaqinroq olib keling-chi. Orqaroqdan ko'rsating-da mashina. Qaranglar. Sifatini ko'ryapsizlarmi skuterda? Bu skuterlar narxi $450, 40 km yuradi, 1 yil garantiyasi ham bor. Bu B60 degan modeli, bunisining narxi $580. Bu tomonda $850 C13 hamda $1100 C16 degan modellari bor. Endi orqa tarafiga o'tadigan bo'lsa, Yadea skuterlarini elektrli velosipedlari ham bor. Bu ham Yadea brendiga tegishli, narxi $600. Bu joyda Rubin modeli, narxi $700. T5 modeli, bunisining narxi ham $750. Bu ham T5 $750. Juda ham ko'p kilometr yuradigan Y8S modeli. Bunisining narxiga keladigan bo'lsak $900. O'zbekistondagi eng qimmat skuteri Yadea'ni $1300lik G6 degan modeli. Bu joyda Epoch juda ham ko'pchilik xarid qilgan, razgoni juda ham tez bo'lgan skuter, narxi $1100. Bu joyda B60 modeli bor, B60 deyman, GT60 modeli, bunisining narxi $1100. Xo'p, bu tomonda yana qo'shimchasiga elektr velosipedlar bor. Aynan shu velosipedning narxini ko'rdim men onlayn magazinlarda, aynan Kanadadagi narxi $1900 sotuvga qo'yilgan. Bizning do'konda bo'lsa bu velosiped $400. Bundan tashqari mana 1,5 million so'm bu velosiped narxi. Bunisining narxi 1,8 million, bunisining narxi 2,8 million, bunisining narxi 2,6 million. Bu oddiy velosipedlar bular, lekin o'zimiz terganmiz. 3 oy velosipedga kafolat beramiz. Ya'ni o'zidan o'zi bir joy sinib qolsa, apparat qisib qolsa yoki de ballonlar yitilib, yorilib ketib qolsa, shunaqa holatlarda tekinga alishtirib beramiz zapchastini. 3 oy kafolati bilan olasiz bu velosipedlarda. Bu joyda ya'ni elektrli velosipedlar $300, $350, shu velosiped karbonli. Bunisining narxi $680. Q-Cycle Xiaomi brendi bilan kollaboratsiya qilib chiqarilgan velosiped, narxi $280. Bu joyda tonus, buni Gollandiyaga eksportga chiqqan deyshadi. Bu kitoblarida ham boshqacha yozilgan gaplari bor. Buni $380 qilib beramiz. Easy Bike, bunisini YouTube'ga videosini ham joylaganmiz, narxi $400. Mana samokatlar bor. Samokatdan tashqari shunaqa yosh bolalar uchun mototsiklchalar bor. Qarang, bu mototsiklda narxi $200. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarga juda ham mos tushadi. Bu samokatimiz $800, bunisi $350, Yadea brendiga tegishli. Bunisi $450. Yana bitta qiziq eslatma. Agar sizda skuter bo'lsa, uni tomini yopolmayotgan bo'lsangiz, shunaqa tom bor bizda. 1,200,000 so'm narxi. Bemalol aloqaga chiqsanglar, dostavka qilib boshqa viloyatlarga ham chiqarib yuboramiz. Mana shunaqa skuterlarimiz ham bor. Bunisi cho'ntaydi 16 g'ildirakli varianti, narxi $330. Bunisi $380lik varianti, bunisi ham $380. Benzinli skuterlarimiz bor. Tank full varianti, dugalari bor. Bunisining narxini $800 qilib beramiz. Bu seriya variantini $950 qilib beramiz. Endi ichkaridagi zapchastlarni va mototsikllarni bitta ko'ringlar, olib keling.
Bu joyda balonlarda juda ham katta assortimenti bor. Endi eng kichkina razmerdan boshlayman. Mana 14 ga 2,5. Bundan kattalari, eng kattasi mana men shu deb bildim, mana 5 ga 12 lik. Yana bitta tank. Bu hali juda ham ko'pchilik biladi, benzinli tank skuterini balonlari bu narsa. Xo'p, bunisi bu juda ham ko'p razmerlar bor. 16 ga 2,5, 16 ga 3, 3 ga 12 lik, xo'p, 4 ga 12 lik, 3 ga 12 lik bu joyda 8 ga 3,5 lik balon ham bor. Shu razmerda ham topish jicha qiyinroq. Petni oldin ham sotganmiz. Hozir buni kamchiliklari bo'lgani uchun sotuvda turibdi. Narxi $600. Mototsikl $2900, 400 kub injektorli. Bunisi $2300, 400 kubli. Bu ham faqat karburator motor. Bular yangi absolyutni mototsikl. Hozir ko'chaga olib chiqmayapmiz. Bu tepada ko'rib turgan velosipedlar ham hammasi sifatli, juda ham zo'r bo'lgan velosipedlar. Bu Magnus velosipedini $200. Bunisi ham 200. Bu joyda arzonchiroq variantlari o'zimiz bozorlarda sotiladigan velosipedlar. Endi sifatlirog'ini sizlarga ko'rsatay. Mana Crossda bu velosipedlarning narxi $330 dan sotib olgan klientlarimiz o'zlari juda ham yaxshi biladi. Bu joyga mana Keisto velosipedini osib qo'yganmiz. Narxi ayni paytda $230 dan. Endi Mashvelini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Narxi bitta qiziq bo'lsin sizlarga Mashvelini narxi. Karboniy velosiped, ovozini bitta eshitinglar. Zo'ra. Og'irligi taxminan 8 kg atrofida. Merida Reactor narxi $1,500. Qaranglar, dizayni zo'ra. Yengilgina bunday qilib bemalol ko'tarib, xohlagan ishinglarni qilsanglar bo'ladi. Ichkariga kiramiz endi. Eng ichkari qism, bu joyda asosiy zapchastlar joylashtirilgan. Kaskalarni ko'rsatayım mana. 70 ming so'mdan boshlab 750 ming so'mgacha bu joyda kaskalar assortimenti bor. Misol uchun mana shu kaska, sharifi bor. 250 ming so'm. Bunisini ham narxi 250 ming so'm. Bunisini ham sharifi bor. Mana sharifi yo'q varianti 230 ming so'm. Bundan tashqari troslar, skuterlarga juda ham ko'p kerak bo'ladi. Har xil razmerdagisidan 20 ming so'mdan boshlanib 30 ming so'm, 40 ming so'mlik variantlari bor. Bu joyda amortizatorlar. Bu asosan muraveylarga ishlaydi. Kaskalarni ko'ryapsizlar, zaryadkalarda juda ham ko'p assortiment bor. 100 ming so'mdan boshlab 350 ming so'mgacha katta muraveylarda 72 volt, 75 amperlik zaryadchilarigacha bor. Har xil assortiment bor. Bemalol aloqa qilsanglar, bu joyda mana kontroller, miyalari, funksiyalar ma'lumotlarini beramiz. Bunaqa faralari, bunaqa stoplar, orqa stoplar ko'rsanglar, har xil variantidan. To'rimiz uchun kolodkalar juda ham ko'p kerak bo'ladi. Buni qaranglar, mana har xil variantidan sotuvda bor. Eng asosiysi juda ham ko'pchilik topishga qiynaladigan skuterlarni yelkalari. Juda ham ko'p assortiment har xili bor. Bundan tashqari agar sizda yelkangiz bu yog'i qiyshaygan yoki yelkangiz qiyshaygan bo'lsa, alohida mana travers deydi. Bu narsani nomini Shtogan deb qo'yishadi ko'pchilik. Shu narsasi ham sotuvda bor. Bu narsani narxi 150 ming so'm. O'zini ko'rinishiga qarab o'zgarib ketaveradi. Mana shu diskani sizlarga bitta ko'rsatay dedim hozir. Orqa-roqqa qo'yib qo'yishdi. Har xil diskalar ham bor ekan bu joyda. Alyuminiyli disklarni, temirli disklarni. Pushkalar, faralar ham bor ekan bu joyda. Har xil oldiga qo'yib oladigan qo'shimcha bu yoritadigan ledlar. Shunisini narxi adashmasam 160 ming so'm yoki 140 ming so'm. Bunisi 40 ming so'm narxi. Bu gabaritga orqaga qo'yiladi menimcha. Kolodkalarni qaranglar. Skuterda yuradiganlar bunaqa kolodkalarni xili borda bizda. Juda ko'pchilik istaydi bu kolodkalarni. Har xil variantidan bor, qaranglar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bakoylarda har xil variant. Shu joyda turgan hamma korotka bakoy. Bu joydan o'zi boshlanadi velosiped zapchastlari. Luchlari, pedal, kolodkalari, charxlari, original charxlar, bular hammasi mana Shimano brendiga tegishli. Yaqinroqdan ko'rsataymi? Shimano brendiga tegishli bular hammasi.
CLX aynan shu charx shatunini o'zi $200 atrofida turadi. Bu joydan yana skuterlarimiz uchun zapchastlar boshlanadi. Operatsiya avtomobilni ko'rsating, qarang. Har xil razmerdagi kamerlar bor. 3 ga 10, 3,5 ga 10, 14 ga 2,5. 25 ming so'mdan boshlanadi kamerlar. Bu yana qimmatlab ketaveradi o'zini anaqa narxiga, ko'rinishiga qarab. Gaz rutkalarni assortimentini qarang. Har xilidan bor. Pоворotlar, signal, gaz rutkalari. Bu joyda yana gaz rutkalar bor ekan, har xilidan. Gaz rutkalar 40 ming so'mdan boshlab bu yog'i qimmatlab ketaveradi. U ham o'zini foydalanishigacha 200 ming so'mgacha bo'lgan xildagi gaz rutkalarimiz bor. Bu joyda mana qo'llarga kiyish uchun perchatkalar, ochkilar ham bor. Bu ochkining narxi 80 ming so'm. Shunaqasida. Xo'p, bu yerda yana bitta ochki bor. Bu 150 ming so'mligi. Qaranglar. Ochki sifatini ko'ryapsizlar. Bu uji to'g'ri. 150 ming so'm. Velosipedlarni qaranglar. Har xil paklichkalar bor. Bunaqa tikan o'tkazmaydigan qattiq antiprokolniy variantlaridan ham bor. Velosipedlar uchun diskalar, har xillaridan ramalar ham bor, topiladi. Bu paklishkalarni qaranglar. Buni qaranglar. 24 ga 3 velosipedga kattasi uchun bu aynan shu razmerga tushadi. Narxi 80 ming so'm. Razmerlari bor. 10 ga 275 6,5. 10 ga 2,5. Razmerlardagi samokatlarni ballonlari bor, plastik detallar. Do'konimiz haqida yetarlicha ma'lumot berdim degan umiddaman. Agar kimdadir yana zapchastlar, skuterlar haqida qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol tepadagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib ham chiqarib yuboramiz. Do'konimizga kelib, yana batafsil skuterlarni haydab ko'rib, xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz boshida aytganimdek, Andijon shahar Bobur Shoh ko'chada sobiq fabrikasini to'g'risida. Hammaga rahmat.